Litiy zamonaviy batareyalarning yuragi, shuning uchun uni oq oltin deb atashadi. Butun dunyo hozir aynan shu metalni qidirmoqda. Litiyning katta qismi sho'rxoklardagi rasollardan, yer osti sho'r suvlardan olinadi. Bu usul yirik konlarda keng qo'llaniladi. Ikkinchi manba pegmatit tog jinslaridagi spodumen minerali. Qattiq jinslardan litiy olish geologik qidiruvning muhim yo'nalishi. Elektromobillar bozori o'sishi bilan litiyga talab keskin ortmoqda. Bu esa xomashyo bahosiga bevosita ta'sir qiladi. Litiy razvedkasi bugun global trendga aylandi. Istiqbolli uchastkani topgan kompaniyalar bozorda ustunlikka ega bo'ladi. Geotrust litiy va boshqa konlar bo'yicha to'liq siklni taqdim etadi. Istiqbolli uchastkalarni tanlash, geologik qidiruv, litsenziyalash, konlar auditi hamda zaxiralarni GIX va JORT bo'yicha hisoblash va himoya qilish. Geologik syomkadan TIO va zaxiralarni himoyalashgacha maslahat uchun bizga murojaat qiling.